Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan mana shunaqa mazali rakushka shirinligini tayyorlaymiz. Unimizga saryog' yoki margarinni solib, urug'voq holatiga keltirib olamiz. Smetanaga 1 choy qoshiq chayniy soda solib aralashtirib olamiz va ketidan 3 ta tuxum sarig'ini solib, qo'lga yopishmaydigan xamir qilib olamiz. Xamirlarni 4 zuvalaga bo'lib, qo'limiz bilan uzunchoq shakl beramiz. Yong'oqdan kattaroq shakl berib, xolodilnikka 1 soatga olib qo'yamiz. Nachinka tayyorlab olamiz. Olib qo'ygan 3 ta tuxum oqini biroz ko'pirtirib, ketidan 1 piyola shakarni oz-ozdan solamiz va qattiq penka bo'lguncha ko'pirtiramiz. 100 gram yong'oqimizni biroz maydalab olamiz va bu qishga tayyorlab olamiz. 1 soat tingan xamirimizni olib, videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib olamiz. 1 choy qoshiq tuxumli massa, 1 choy qoshiq yong'oqdan solamiz va xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib har birini bo'kib olamiz. Juda ham oson bo'kiladi, qiyinchilik tug'dirmaydi. Chetlarini bezak uchun vilka yordamida bosib chiqamiz va duxovkaga 20-25 daqiqaga yuboramiz. Mazali, qisir-qisir bo'lib chiqadigan rakushka shirinligimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'rib, like, komment qoldirishni unutmanglar.